Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun maxsus huquqiy rejim joriy etiladi. Bu davlat ro'yxatidan o'tish, hisobotlarni topshirish, shunga o'xshagan barcha asosiy xizmatlarni birlashtiruvchi integratsiyalashgan raqamli platformalar yaratish orqali shaffof tadbirkorlik muhitini shakllantirish, naqdsiz to'lovlar uchun qulayliklarni kengaytirishni ko'zda tutadi. Ya'ni, yangi tizim ushbu subyektlarga elektron hamyon ochish, daromadlarni qabul qilish, xodimlar, kontragentlar va tashkilotlar bilan hisob-kitoblarni amalga oshirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash imkoniyatini beradi. Shuningdek, Prezidentning joriy yil 12 avgustdagi tegishli qarori bilan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qator qulayliklar yaratilmoqda. Ayni kunlarda viloyat soliq boshqarmasi mutaxassislari tadbirkorlarni ushbu yangiliklar va yangi tartib-qoidalar bilan tanishtirib borishmoqda. Navbatdagi ana shunday targ'ibot tadbiri Yangariq tumanida o'tkazildi. Uchrashuvga tumanda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari, o'zini o'zi band qilgan fuqarolar, savdo va xizmat ko'rsatuvchi kichik biznes vakillari taklif etildi. Ularga yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun yaratilayotgan qulay sharoitlar hamda soliq yengilliklari haqida ma'lumot berildi. Muloqotlarda maxsus huquqiy rejimning afzalliklari batafsil tushuntirildi. Ta'kidlandiki, 2026-yil 1-yanvardan boshlab to'lov tashkilotlarining raqamli platformalari orqali yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarga barcha xizmatlar onlayn tarzda ko'rsatiladi. Ushbu maxsus huquqiy rejim joriy qilinishi bilan birga yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun qat'iy belgilangan miqdorda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va daromadi 100 million so'mdan oshgan o'zini o'zi band qilgan shaxslarni aylanmadan olinadigan soliq to'lashga o'tkazish tartibi bekor qilinadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar oldin to'laydigan qat'iy belgilangan daromad solig'ini to'lashdan ozod qilindi. Prezidentimiz 247-soliq qarori bilan endi yangi tartibda yakka tartibdagi tadbirkorlar aylanmadan olinadigan soliqni 1% miqdorda to'laydi. Buni hisoblashda soliq bazasi qilib, o'zini tovar aylanmasi olinadigan bo'ldi. Platformaga ulanishini avvalgiga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, vaqtdan tejaladilar, soliq yuki kamaladi. Keyin tadbirkorlar uchun cashback ham joriy qilindi. Ana shu elektron hamyonida savdo faoliyatini amalga oshiradigan bo'lsa, 0,1% miqdorida tadbirkor uchun cashback joriy qilindi. Xaridorlar to'lov tizimini o'zina qulay usulda amalga oshiradi. Yoshi katta pensionerlar bo'ladigan bo'lsa, ularga SMS xabarnoma orqali uni plastikindagi pulni yechib olish mumkin. Shuningdek, endilikda yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarda raqamli platformalarda generatsiya qilingan elektron to'lovlarni qabul qiluvchi maxsus QR kod mavjud bo'lishi chakana savdo qoidalarining majburiy talabi etib belgilandi. Raqamli platformalar orqali fiskal cheklar shakllantirilib, mijozga berilishi savdo va xizmatga bo'lgan ishonchni yanada oshiradi. Ishtirokchilar shu kabi yo'lga qo'yilgan yangi tartiblar o'zlari uchun manfaatli bo'lishini ta'kidlashdi. Aytish kerakki, soliq ma'murchiligida qo'llanilayotgan ushbu tizimli ishlar tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining qonuniy bandligini ta'minlash, yashirin iqtisodiyotni oldini olish hamda raqamli xizmatlardan keng foydalanish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi.